Çünkü ahlak degan musulmonningki eng katta sifati. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, bugünkü dersimiz musulmonning ahlaqi degan temada bo'ladi. Chunki ahlaq degan musulmonningki eng katta sifati. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men güzel ahlaklarını mükemmel kılış için avatildim deb alohida hadis bayon qilgan. Da Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni sifatlab sen büyük ahlak sahibisan deb Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de bayon qilgan. Şuna hazır cemiyet qaraydigan bo'lsak, her sahadaki kişiler ahlak krizisiga duch kelganlik. Meyli okuğanlar bolsun, okumağanlar bolsun, her taraftan ahlaki taraftan yetersizlik, kemçillik, naiti köp bulaqlıq. Şuna biz bir yürüş, köp kısımlıq ders bayan qılmaqçı. Bugünkü dersimiz Müslüman ahlakı degan temininki muqaddimesi, yoki kirish sözünü bayan qılımız. Barliq güzel mediyalar, yalğız, yekki yegane, vədisi rast, bendisiga yardım bergen, qoşununu güçlendirgen, birleşken qoşununu mağlup kılgan Allah'a xastur. Allah'ın rahmeti ve selamı peygamberlerinin tügencisi, emel maksatlarını Allah için halis kılgan, bütün tirişçallığı bilen Allah'ın dinine davet kılgan, cihat kılış ve hakkı müstahkem turuşta hemme kıyınçılıklarını üstüge algan Muhammed Aleyhisselam'a, onun vefadar, vədisi de turduğan, dostluğunu kadirleydiğen, hak için özünü pida kılgan sahabilerine ve kıyametkiçe ularının yoluğa ergeçken yaxşı kişilerge bolsun. Allah Taala bendelerge nurgun prinsiplarını yolga koydu. Eğer ular bununla amel kılsa, dünyalık ahvali yaxşı boludu, ahiret dimi utuq kazanğıçılardan boludu. İslam'dan hemi prinsiplerden bolgan maksat, musulmanni mengülük diyarda Allah Taala'ga yakın boluşqa, Ali mertebege erişike layık boluş için kalbi ve azaları pak bolgan, yaramlık bir halette yetiştiriş. Şuningdek, özünü yo'qlikdan bar qilgan, turlik ne'mat va rizqlarni ato qilgan Rabbiga qandoq qulchilik qilishni ta'lim berishdan iboratdir. O'zining barliq hayotini, kechasi kunduzi, uyqusi uyg'onligi, safar qilishi muqim vaqtini, kasalligi va sog'ligini va boshqa barliq ahvollarini Payg'ambar alayhisalomning ahvoliga muvofiq qiladi ekan, bu kishi İslam adabları bilen haqiqiy şekilde adablangan, Allah Taala'nın bendeler üstüdeki hakkını toluk ada qilgan, barliq ahvallarda ibadetning to'g'ri tushunchasini amaliylashtirgan, Allah Taala'nın yolu qo'ygan va irada qilgan prinsipiga ergashish bilan nafsini pokizlagan bo'ladi. Bu to'g'rida Allah subhanahu ve taala Qur'oni Kerimda shundoq deydi: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Laqad kana lekum fi rasulillahi uswatun hasene limen kana yercullaha vel yevmel ahire ve zekerallaha kesira. Ayetning qisqacha tarjimasi: sizlarga Allohni ahiret kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasulullah albatta yaxshi ulgudir. Haqiqatda musulmonning Allah bilan islomiy adabda bo'lishi deganlik, farz, vacib, sünnet amallarda Allah Taala buyurganning hammasini ado qilish, haram va makruh ishlarda Allah Taala cheklagan ishlardan yiroq bo'lish, mubah ve mustahab ishlarda Peygamber aleyhisselam qilganni amallarni qilishni, ixtiyor qilishni o'z ichiga oladi. Chunki Peygamber aleyhisselam durust ve mustahab bo'lgan ishlarning eng yaxshisi ve mukammallarini tanlab qilgan. Hozirgi davrdagi ilm, fan ve tibobatmi buni isbotlagan. Bundaq bo'lishi İslam bo'lsa musulmon uchun dunyo oxiratda yaxshi bo'ladigan barliq narsalarni ilib kelgan. Shuningdek, musulmonning badani, aqli, dini, mili ve salomatligiga foydali bo'lgan ishlarni bekitgan. Her qanday bir kishi islom buyurgan ravishda yo'l tutadigan, u kishi islomiy adab, axloq bilan mukammal adablangan bo'ladi. İslam buyurgan ravishda yo'l tutmagan kishi bo'lsa, adab, axloqi mukammal bo'lmagan va to'g'ri yo'ldan yiroqlab ketgan kishidir. İslamdaki adab, axloq tushunchasi yuqorida bayon qilingan ishlarni ve İslamdaki farz, vacib, sünnet, haram ve makruhdan ibaret 5 ahkamni o'z ichiga oladi. Nurg'un olimlar buni o'zining kitoblarida ifodalagan. Allah Taala bizden asaslık iki ishni iroda qiladi.
söz harekatlarda Allah uchun samimiy bo'lish va buning hammasida payg'ambar alayhisalomga ergishishdir. Buning hammasidan bo'lgan maqsad jannatga kirishga turtki bo'ladigan taqvolik martabasiga yetishdan iboratdir. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: "Tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya." Oyatning qisqa tarjimasi: bandalarimiz ichidagi taqvodorlarga biz miros qilib beradigan jannat ana shu. Bu ko'p qismliq darsimizda so'zlamoqchi bo'lganimiz mumkin qadar millatimiz adab axloq deb tushungan, shariat qoidalarida bekitilgan, Qur'on hadisda bayon qilingan, shuningdek buni o'ziga mujassamlashtirgan kishining dunyo oxiratga manfaatlik bo'lgan adab axloqdan iboratdir. Oldi bilan darsimizni bizning ilgirki olimlarimizning nazarida adab axloqning o'rni qandoq bo'lgan bu to'g'rida to'xtalamiz. Bizning ilgirki olimlarimiz mayli tarixda o'tgan Uyg'ur olimlar bo'lsin yoki boshqa musulmon olimlar bo'lsin, hammasi birdek adab axloqni va buning bilan zinatlangan kishini maqtagan va boshqalardan ortiq bilgan. Kishilarni so'z harakatlarida adablik va axloqli bo'lishga rag'batlantirgan. Tövenda olimlarning adab axloqning muhimligi to'g'risidagi ba'zi ko'rsatmalarini bayon qilib o'tamiz. Bir kishi Abdullah ibn Mubarakdan insonga berilgan narsaning eng yaxshisi qaysi deb so'raganda, Abdullah ibn Mubarak aql farosat degan. U kishi aql farosati bo'lmasa deganda, Ibn Mubarak go'zal adab degan. U kishi adab axloqliq bo'lmasa deganda, Ibn Mubarak uni to'g'ri yo'lga boshlaydigan ko'yimchan qarindosh degan. U kishi ko'yimchan qarindoshi bo'lmasa deganda, Ibn Mubarak uzun sukut qilish degan. U kishi unimi qilolmasa deganda, Ibn Mubarak u kishiga jiddiy o'lim kerak degan. Imom Shofiy rahimahulloh Allah Taala qalbini ichib o'tishni va nurlantirishni yaxshi ko'radigan kishi yolg'izlikni tanlasin, yemekni oz yesin, nodon ahmoqlar bilan aralashmasin, insoflik va adablik bo'lmagan ilm ahlini yoqtirmasin degan. Ibn Sirin ilgirki kishilar ilm ma'rifat o'rgangandek adab axloq o'rganatdi degan. Hasan al-Basri rahimahulloh bo'lsa, ba'zi kishilar o'zining adab axloqini yetildirish uchun yillab ta'lim olishga chiqadi degan. Bir kishi o'g'liga nasihat qilib mundaq deydi: "Ey o'g'lim, olim ulamolarga ko'proq hamroh bo'lgin. Ulardan ilm olgin va adab o'rgangin. Bu men uchun hamma narsadan yaxshidir. Sening bir turlik adab axloq o'rganishing menga 70 turlik ilm o'rganganingdan yaxshidir." Bir kishi Ibn Mubarakka biz hozir yemek içmekten bakrak adab axloqqa ehtiyojli bo'lamiz deydi. Imom Zahabi mundaq deydi: Imom Ahmadning dars so'riniga 5000 dan ortiq o'quvchi to'planatdi. Ulardan 500 ga yaqin kishi uning so'zlagan darslarini xotirlaydi. Qolganlari bo'lsa, u kishining adab axloq, yurish turishlaridan o'rnak oladi. Abdullah ibn Mubarak: "Men 30 yil adab axloq o'rgandim va 20 yil ilm o'rgandim" deydi. Imom Qurabi rahimahulloh o'zining Al-Furuq nomli asarida adab axloqning martabasini bayon qilib mundaq deydi: "Az bo'lsa-mu adab axloqliq bo'lish, adab axloqsiz ko'p bilim olgandan yaxshidir. Shuning uchun taqvodor bir olim o'g'liga nasihat qilib: "Ey o'g'lim, amalingni tuz qilsang, adabingni un qilgin. Ya'ni sening adab axloqing shundoq ko'p bo'lsinki, xuddi ximirdagi unning tuzga bo'lgan nisbatidek adab axloqing amalingdan ko'p bo'lsin. Adab axloq bilan oz amal qilsangmi, bu adab axloqsiz ko'p amal qilgandan yaxshidir." Olimlar adab axloq va buningga rag'batlantirish to'g'risida mustaqil kitoblarni yozdi. Yoki ba'zi kitoblarda munosabatlik boblarda adab axloqni bayon qildi. Bundoq bo'lishi islom dinining adab axloqqa alohida ahamiyat berishi, buning dunyo oxiratda insonga bo'lgan foyda manfaatining ko'p bo'lganligi uchundir. İnsan o'zining go'zal axloqi bilan nurg'un ibodatlarni qilgan kishilarning erishalmagan ajr savoblariga erishadi. Jannatda oliy qasrlar va sonsiz ne'matlarga musharraf bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni go'zal axloq bilan zinatlanib, o'zimizni moddiy, ma'naviy
taraflardan paklab, Allah'ның razılığına erişidigan ve güzel cennetlerine erişidigan haqiqiy taqvodar musulmonlarning qatoridan qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.